bu qo'shiqni ko'p marta eshitgansan. Lekin doim eshitganingda g'alati narsani his etasan. To'g'rimi? Golden Brown sevgi haqida emas. U kayfiyat, vaqt va yolg'izlik haqida. Va eng g'alati tomoni, bu qo'shiq O'zbekiston bilan bog'liq. Ha, quloqlaring noto'g'ri eshitmadi. Aynan O'zbekiston bilan. Bu tasodif emas. Klip sahnalari uchun tanlangan. Barcha makonlar, hammasi ma'no beradi. Bu qo'shiq nimani yashiryapti, bilasanmi? Nega aynan Sharq? To'liq senga tushuntirdim. Izohni o'qi. Agar bu holatni his qilgan bo'lsang, jim o'tib ketma.